Palakat Xitoydan narsa yetuvdim, kargosini narxi bilan o'zimizdan ham qimmatga tushdi-ya. Xitoydan narsa zakaz qilganda shunaqa holat sizlarni ham boshingizdan o'tganmi qarindoshlar? To'g'risini aytganda, kargolar unaqa qimmat emas qarindoshlar. Faqatgina siz Xitoydan narsa zakaz qilishda to'g'ri kargoni tanlashni bilmaysiz. Men sizga kargo haqida aytadigan bo'lsam, kargolar ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi bu avia kargolar, samolyot orqali keladigan kargolar, ikkinchisi esa bu avtokargo, ya'ni mashina orqali keladigan kargolar. Avia kargolarda ko'pincha 1 kilosiga 12 dollargacha sizdan pul olishadi. Yetmaganiga mahsulotingizni gabariti bo'ladigan bo'lsa, gabarit uchun alohida pul to'laysiz. Avtokargo esa 1 kilosiga 5,5 dollar hisoblanadi va eng asosiysi, gabarit uchun hech qanday to'lov yo'q. Xitoydan O'zbekistonning barcha viloyatlariga arzon kargolar bilan mahsulotlarni ancha-muncha arzon narxlarda olishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, profilim shapkasidagi link orqali yopiq Telegram kanalimda barcha qarindoshlarimni kutaman.